Terma jamoa mavzusi yana ochildi. Fabio Cannavaro O'zbekiston milliy terma jamoasiga keladimi? Tarmoqlarda bu xabarlar ancha jiddiy aylanib yuribdi. Transfermarkt portali va Fabrizio Romano ham bu xabarni tasdiqladi. Fabio Cannavaro o'zi kim va uning natijalari haqida to'xtalib o'tamiz. Fabio Cannavaro 1973-yilda Italiyaning Neapol shahrida tug'ilgan. U Italiya futboli tarixidagi eng mashhur va buyuk himoyachilardan biri. Cannavaro ko'plab yirik klublarda o'ynagan va Italiya terma jamoasi safida ulkan yutuqlarga erishgan. Cannavaro professional futbol faoliyatini Napoli jamoasida boshlagan. Keyinchalik u Parma, Inter, Juventus, hatto Real Madrid jamoasida ham o'ynagan. U Parma bilan UEFA kubogini yutgan. 1999-yil Italiya kubogini qo'lga kiritgan. Real Madrid bilan esa 2 marta Ispaniya chempioni bo'lgan. Fabio Cannavaroning eng yirik yutug'i 2006-yil Germaniyada o'tkazilgan Jahon chempionatida terma jamoasini sardor sifatida g'alabaga olib borgan. U butun turnir davomida yuqori saviyada o'ynab, himoyada temir devor bo'lib xizmat qilgan. Shu yili u oltin to'pni ham qo'lga kiritgan. Bu mukofotni himoyachi sifatida qo'lga kiritgan kam sonli futbolchilardan biri. U Yevropadagi faoliyatini tugatgach, ko'plab yulduzlar kabi Osiyoga yo'l oldi. U Dubayning Al-Ahli jamoasida o'ynab, keyinchalik shu jamoada murabbiy yordamchisi bo'lib faoliyatini davom ettirdi. O'zining bosh murabbiylik ishini Xitoyning Guangzhou jamoasida boshlagan va Al-Nasr jamoasini ham boshqargan. Terma jamoalar murabbiyi sifatida Xitoy va Italiyada bir muddat ishlab ko'rgan. Yevropaning nomdorroq jamoalaridan Italiyaning Udinese va Xorvatiyaning Dinamo Zagreb jamoalarida ishlagan. Uning oxirgi jamoasi ham aynan Dinamo Zagreb bo'lgan. Cannavaro ishlagan jamoalari bilan xalqaro maydonlar yoki nufuzli turnirlarda g'olib bo'lmagan. Agar u O'zbekistonni mundialga olib borsa, qanday natija ko'rsatishi ham noma'lum. Nima ham deymiz, hozircha xabarlar jiddiy. Tez orada tasdiqlansa ham kerak. Agar u O'zbekiston terma jamoasi bilan kelishuvga erishsa, mundialda bizga nimalarni va'da qilishligi hali bizga qorong'u. Nima bo'lganda ham u terma jamoa uchun sidqidildan xizmat qiladi degan umiddamiz. Fabio Cannavaro O'zbekiston terma jamoasi uchun munosib tanlovmi? Albatta fikrlaringizni izohda yozib qoldiring.